Assalomu alaykum hammaga Smart Market obunachilari. Bugun smartfonlarimiz ichida Redmi K90 Pro Max globalniy ROM, globalniy versiyaga o'tganini obzor qilamiz. Raspakovka va obzor qilamiz buni. Buni qo'ydik. Oppo Find XS Pro ni kanalga obzorini qo'yganman. Poco F8 Ultra bundan birinchi bo'lib olib kelganman. Yechimlari ham bor hammasi. Buni ham obzor qilganman. Bularni bir chetga qo'yib, Redmi K90 Pro Max ni obzor qilamiz. Globalniy ROM. Xo'p, boshladik. Pakovkani ochamiz. Pakovka qo'yamiz. Hoppa. Xo'p, birinchi bo'lib ichida nimalar borligini ko'ramiz. Silikon chipol. Yaxshi chipol, yumshoq. Qo'lga botiladi, so'nganda ham. Hop. Endi telefonimiz. Zaryadka. 100 wattli zaryadka va USB kabel. Ular obzor qilib ko'rsatib berishgan, lekin bu o'sha globalniy ROM bo'ladi. Globalniy ROM. Globalniy prospeksini hali yetishini ko'rsatmagan. Hamma biladi. Redmi K90 Pro Max. Rangi qora. Subwooferlari ham bor. Zo'r chiqaradi ovozni. Hop, yoqamiz buni. Telefonimiz yondi. Qizil yozuv bilan yondi. Chiqindoq olib kelsang bo'ladi operatordan to'g'ridan olmasa. Telefonimiz yondi. Birinchi bo'lib e'tibor beradiganimiz Redmi K90 Pro Max Xitoy versiya bo'ladi, global chiqmagan. Buni hamma biladi. Bu proshivka. Bu degani bunda rus tili bor. O'zi Xitoy versiyada 4 ta 5 ta til bo'ladi. Ingliz tili bo'ladi. Ko'proq ingliz tilida tushungan bor, tushunmagan bor, qiynalishadi. Xitoy versiyasi bor. Xitoycha so'zli chiqib keladi. Bizda hamma tildan bor. Hozirda bizga qulayligi ko'pchilik baribir rus tilini tanlaydi. Rostlik. Region tanlaymiz, O'zbekiston. Xo'p, region tanladik. Xo'p, propustik. SIM karta hali tiqilmagan. Bunga parol, отпечатка, разблокировка, politsiya qo'ysa bo'ladi. Servis Google, mana servis Google o'zi tayyor chiqib keladi bunda. O'zingiz ichkariga kirib, Google'larni skachat qilib, yuklab o'tirmaysiz, tayyor hammasi bor. Ishlashini qarang, qanaqa tez va plavni. Klassika, mini klassikani tanlaymiz. Xohlagan odamingiz, xohlaysa knopka, menga knopka qo'ying. Redmi K90 Pro Max. Juda chiroyli dizayn bilan chiqqan. Boshida chiqqan payti internetni portlatgan. Telefonimiz yondi. Xo'p, zvonilkasiga kiradigan bo'lsak, MIUI zvonok. Hamma yaxshi ko'radi mana shu zvonokni, потому что bu zapis zvonok yozadi, bildirmasdan. Nasolkasiga kirasiz. Zapis zvonoklari hammasi bor, mana avtomatik yozib boraveradi. Razрешение bersangiz bo'ldi. Poco F8 Ultra ni proshivkasi qo'yilgan deb o'ylayman. Sababi bir xil Poco bilan. Nasolkaga kiramiz, mana hamma narsa ruscha. Google, servis Google'lari bor, Android Auto bor. Android Auto ko'pincha avto kerak, mashinaga подключение, muzika, navigator hammasi. Android Autoga kiramiz. Play Market orqali yuklaniladi, hozir internet o'chiq. Play Marketdan tortilgan hamma приложение, Paynet ilovasi deysizmi, liboy bankskiy приложение, liboy hammasini o'qiydi. Bemalol, muammosiz, problemasiz hammasi o'qiydi. Сообщениyaga kiramiz. Tanlasangiz bo'ladi. Ikki xil сообщение bor. Biz основной mashinani tanlaymiz.
bo'lmadi. So'bsheniya yaxshi. Xitoy versiyada ko'pchilikda bilasiz, o'rtani bosganingizda poisk sistema xitoycha bo'lib, Xitoy o'zini poisk sistemasi chiqadi. Bunda esa o'zimizda oddiy Google perevod qilsangiz ham bo'ladi. Zo'r bo'ladi kamera sifatlari. Kamera sifatlari juda zo'r. Flagman Xiaomi 17 Pro Max tenglasha oladi kачество bilan. Suvdan va changdan himoya zachitalari bor. Jidkisная sistema охлаждения ham bor. Xo'p, xullas, obzor ko'rsatib berdim, ichini ko'rsatib berdim. Obzorni ko'rsatdim, ichini ko'rsatib berdim. Bizada e'tibor beramiz, Xiaomi 17 Pro Max ham globalniy proshivkasi bilan o'zim birinchi bo'lib O'zbekistonga olib kirgandim. Globalniy proshivka bilan подписчиklarim, mijozlarimiz rosa xursand bo'lib, mazza qilib ishlatishgandi. Xitoy versiyasini olganda ko'pchilik qaytarib berib, ishlata olmay, mana endi globalniy proshivkasi bilan yana qaytarib olishdi. Xursand bo'lib, mazza qilib ishlatishyapti hozir. Tak, buni hozir bir temasini o'zgartirib ko'ramiz.